Assalomu alaykum hurmatli YouTube kuzatuvchilar. Men 10 yillik tajribaga ega Nurlayev Husan Jamshidovich 10 mingdan ortiq kasallarni davolaganman. Shu kungacha bizga eng ko'p muammo bilan kelgan kasalliklardan biri o'smirlik davrida nimalarni qilsa agar bepushtlikka olib kelmaslik sabablarini o'rganib chiqamiz bugun. Hozirgi kunda menga ko'p kelayotgan kasallardan eng katta muammosi bepushtlik bo'ladi. O'sha bepushtlikni bo'lmasligini sabablarini qilish uchun, ya'ni o'smirlik vaqtidan bemorlarda bo'layotgan o'sha o'zgarishlarni kuzatmaslik yoki ko'p drasht qilishlarni hisobiga bo'lishi mumkin bepushtliklar. Shularni oldini olish uchun mana hozir tavsiyalar berib o'tamiz. Ko'pchilik yigitlar ota bo'lish haqida aynan uylanish oldi o'ylashni boshlashadi. Lekin основной yigitlarning salomatligi o'sha yoshligidan, o'smirlik vaqtidan boshlanadi. Bugun biz sizlar bilan aynan bepusht bo'lmaslik uchun yoshlikdan, ya'ni o'smirlikdan o'sib kelayotgan paytda 5 ta nimani o'rganib chiqamiz. Birinchidan elektronli sigaretlar, ya'ni mana nomlarini bilmayman, vape'lar energetik ichimliklar ko'pincha organizmni hujayra darajasida buzib qo'yganligi hisobidan ko'pincha mana bu yosh o'tgandan keyin bemorlarda bepushtlik kasalligini olib kelishi mumkin. Shuning uchun bularni iloji bo'lsa qilmaslik kerak. Ikkinchisi kiyinish madaniyati va harorat. Kiyinish madaniyati deganda bizda nimalar tasavvur qilamiz? Ya'ni tor shimlar kiyish, sintetik kiyimlar kiyish. Harorat deganda biz nima tushunamiz? Harorat sauna, issiq saunalarda ko'p yurish tushuniladi. Ya'ni mana issiq kiyinishga xatosi nimada desangiz, bunda birinchi o'rinda moyak tana haroratida 2-3 gradus sovuqda yurish kerak. Biz tor kiyganimizda o'sha haroratni ushlashiga qo'ymaymiz. Ya'ni issiq vaqtda moyaklar pastga osiladi, tana haroratidan 2-3 gradus sovuqda turadi. Sovuq harorat paytida tanaga yopishadi. O'sha haroratni bizlar noto'g'ri disbalans qilganimiz hisobiga moyaklarda sperma ishlab chiqarilishi buzilishi mumkin. Uchinchisi bu sport va ximiya. Sport deganda nimani tushunamiz? Sport bilan shug'ullanishda biz masalan hamma kasallarga ham maslahat beramiz. Sport bilan shug'ullaning, yuguring. Lekin bizda masalan xato qilmasligimiz kerak bo'lgan narsadan birinchisi moyakka udar yetmasligi kerak. Ikkinchisi esa ximiya, ya'ni ko'p kasallarimiz mushak yig'aman deb steroidlar ichadi, gormonlar oladi, testosteron oladi. Bizda bu narsani yomon tarafi organizm o'zi shu gormonlarni ishlab chiqaryapti. Biz ortiqcha berganimizdan keyin organizmda o'sha ishlab chiqariladigan steroid ishlab chiqariladigan testosteron, ya'ni moyaklar ishlab chiqaradigan testosteronni ishlashini sustlashtirib qo'yib, o'sha organlar ishlamasligiga olib borib qo'yishimiz mumkin. Bu ham bepushtlikka olib kelishi mumkin. To'rtinchisi esa kasalliklarga bee'tiborlik. Ya'ni ko'p kasallarimiz o'smirlik payti yo o'smirlikdan sal katta bo'layotgan paytida vrachlardan, ya'ni doktorlardan uyaladi. Uyalganning hisobiga borishmaydi. Misol o'sha yoshlikda qilingan urologga borganimizdan keyin bizni moyagimizni ko'rishadi. O'sha moyakni ko'rgan paytida varikoz bormi yoki masalan tepki kasalliklari bor. Tepki kasalliklarni o'tgandan keyin обязательно bitta tekshiruvdan o'tish kerak. Nima uchun? Chunki bu ham farzandsizlikka olib keladi. Ana shuni oldini olish uchun vaqtida davolanib turib, mana yoshlikda qilingan mayda xatoni o'sha paytda to'g'rilab ketsa agar katta bo'lganimizdan keyin katta muammoga aylanmaydi. Beshinchisi ovqatlanish va vazn. Biz qancha ko'p mana bu fast foodlar, shunga o'xshab tez tayyorlanadigan ovqatlar ko'p yeganimizning hisobiga yoshlik paytlarimizdagi bizda organizmimizdagi testosteron ayollarni gormoniga aylanib ketish hisobiga semirish bo'ladi. Shuning uchun ham fast foodlardan qoching, естественный ovqatlardan ko'proq iste'mol qiling. Xulosa qilib aytganda, sog'liq bu sizning eng katta boyligingiz. Shuning uchun agar o'smir bo'lsangiz, urologga borishga uyalayotgan bo'lsangiz, pastdagi nomerlar orqali o'zimga bog'lanishingiz mumkin.